Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun muslimalarim, yaxshimisizlar? Sizlar orziqib kutgan eng muhim savollardan bittasi qanday qilib ayol kishi erini pul oqimiga ta'sir qilib, erini qarzdan chiqarishga, ishlarini yurishiga va hattoki oila yukini olishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu shunchaki oddiy shov-shuvli gaplarmi yoki amalda ham qo'llasa bo'ladimi? Yaqinroq turing va bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart bo'ladi. Chunki eng asosiy pulli konsultatsiyalarim va pulli kurslarimda berilgan go'shtli joylarni hozir beraman. Xo'p, o'zi savol tug'iladi. Ayol kishi qanday qilib erkakni hayotida erkakni o'zgartirishga, ayniqsa erkakni pul bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin? Sizni ham qiynayaptimi bu mavzu? Ta'sir qila oladi. Chunki ayol erkak kishiga turmushga chiqqanda bitta e'tiborli bo'lingda. Ayol kishiga eng yaqin odam turmushdan keyin buni eri bo'ladi. Chunki eridan boshqa inson bilan nikohda birlashmaydi. Nikoh shunaqangi bir energetik. Oddiy tilda aytganda sizga u inson shunaqa yaqin turadiki, hatto Afrikada bo'lsa ham eringiz, hattoki Rossiyada bo'lsa ham, hattoki Amerikada bo'lsa ham, agar sizni energiyangizni o'zgartira olsak, eringizga ta'sir qilishiga kafolat bera olaman. Yaqinroq turing muslimam. Nimaga kun sayin borgan sayin hayotingizda, eringiz bilan munosabatingizda, gaplashganingizda faqat qarz muammosi, kreditlar, yetishmovchilik yokida siz o'zingiz ishlayapsiz-u, eringiz oila yukini bo'yniga olmayotganligidan qiynalyapsiz. Gapingizga qovushmayapti va bundan charchab ketdingiz. Sizni kuningizni bitta o'tishini taxminiy tasavvur qilib, sizga tasvirlab beraman. Erta tongdan turasiz, boshingiz og'rigan, lanch, kechasi bilan uxlamagansiz, kerisiz, jinni sang'i reyslarni ko'rib chiqqansiz, o'zi soat 1-2 da uxlaysiz, erta tongda turasiz, ibodatlarni amalga oshirib bo'lgach, bolalarni bog'cha maktabga borib, lekin ovqat tayyorlar ekansiz ham, qachon qarzdan qutulaman, qachon kreditdan qutulaman, bu hayot jonimga tegdi, nega man, qachongacha man, qachon hammasi o'zgarar ekan degan fikrlar bilan yurasiz. Noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa yozib keting kommentariyada, albatta o'qiyman. To'g'rimi? Endi ketdi. Odatda psixologlarning fikriga va statistikaga ko'ra, inson 2 soatda fikrlarini o'zgartirish orqali hayoti o'zgarishi mumkin ekan. Ayniqsa pul bilan bog'liq temalarni ham o'zgartirish mumkin ekan. Bu ertalab soat nechida uyg'ongan bo'lishingizdan qat'iy nazar, birinchi uyg'ongan 20 daqiqangiz va ikkinchisi soat 14:00 dan 16:00 gacha bo'lgan protsessda inson ong osti axborotlarni qabul qilar ekan. Endi yaqinroq turing. Men sizga mana shu daqiqalarda fikringizni o'zgartirish orqali eringizni pul oqimiga ta'sir qilishni va hattoki eringizni mas'uliyatli erkakka aylantirishingiz yo'llarini o'rgataman. Men sizni tushunaman. Haqiqatda charchab ketdingiz. Chunki bo'yniga mas'uliyatni olmayotgan erkakka ona bo'lish ayol uchun og'irlik qiladi. O'zingiz tuqqan bolangizga onalik qilishingiz yetmaganda, endi ko'p-ko'pda qaynonangiz tug'ib qo'ygan erkakka ham onalik qilish bu og'ir. O'zingiz pul topishingiz, o'zingiz ishlashingiz, o'zingiz ro'zg'orlik qilishingiz, o'zingiz qiynalib kartoshkalarni, go'shtlarni ko'tarib kelishingiz, ovqat pishirishingiz, bolalarga qarashingiz, bola ismalaganda bitta o'zingiz qarab chiqishingiz, yig'laganda bitta o'zingiz ovutishingiz, ana erkak faqatgina yonida jasadi bilan siz yoningizda turib beradi, lekin hech qanaqasiga siz podдержка qilmaydi. Men bilaman, bu siz juda ham qattiq charchatadi va aynan mana shu sabab ham siz semirib ketyapsiz. Dietologlarning darslari sizni ozdira olmaydi. Yaqinroq turavering, hozir men sizga o'rgataman. Endi hayotingizda nimaga siz ishlasangiz ham, ishlamasangiz ham eringiz bilan muammolarda qarz, kredit, pul masalalarida muammolar bor. Birinchisi, sizni fokusingiz noto'g'ri joyda. Keling, men sizga savol beraman. Hozir nima dedim? Insonning fikrlari soat nechida ong ostiga ta'sir qila oladi? Aynan qaysi soatlarda? Yozib qoldiring. Meni eng zo'r fishkam xotirangizni kuchaytirib borish. Chunki hozir men sizga soatini aytdim. Agar diqqat bilan ko'rmagan bo'lsangiz, boshqatdan boshiga o'tkazib, boshqatdan meni eshitib keling. Kelishdikmi? Aynan o'sha soatlardagi sizni fikrlaringizni o'zgartirish orqali biz fokusingizni almashtiramiz. Va aynan insonning fokusi qayerda bo'lsa, uni energiyasi o'sha yerda yig'iladi. Sizni hayotingizdan qarzlar chiqib ketmasligiga asosiy sabab siz daromadingizni emas, ko'proq qarzlaringizni o'ylaysiz. Siz qarzlaringizni o'ylaganingizda, endi qayerdan yopamiz, nima qilamiz, kim beradi, kredit yaqinlashyapti, arenda puli yaqinlashyapti, qayerdan olaman, erim bermayapti yoki erim ishlayapti, baribir pul yetmayapti deb o'ylayotganingizda, ayniqsa ertalab uyg'onib 20 daqiqada buni o'ylaganingizda va kunning ikkinchi yarmida soat 14:00 dan 16:00 gacha buni o'ylab bo'lsangiz, yetadi. Ong osti o'yla. Demak, meni egammi hayotida daromad emas, qarzlar ko'paysin. Tushunyapsizmi? Siz bir paytda o'zida nimadir xohlab turib, teskasini bajaryapsiz. Tushuntira oldimmi?
nima tushunganingizni yozib boring. Har bitta daqiqadagi anglashlaringizni yozib boring, chunki bu muhim, anglashingizni ham kengaytiradi. Siz daromadni o'ylash o'rniga qarzni o'ylayapsiz. O'ylaganda ham qanaqa o'ylayapsiz? Tanangiz siqilgan, bosimda, напряженный, boshingiz og'rigan, ba'zi insonlardagi bu stress ovqatga nisbatan moyillik me'yorini ortiq kuchaytirib yuborsa, ba'zi insonlar aksincha umuman yemaslik bilan xarakterlanadi. Ba'zi insonlar o'ylab faqat uyqu surasi, ba'zi insonlarda uyqu umuman bo'lmaydi. Ba'zi insonlar bitta narsani uzoq o'ylaganda bolalarni urib, baqirib, chaqirib, dodlab qo'ysa, ba'zi insonlar o'zi bilan o'zi o'tirib, yig'lab, alamidan, stressidan chiqadi. Siz stressni qanday yashaysiz? Qarzingizni o'ylaganingizda, eringizga ona pozitsiyasiga o'tib qolib, eringizga enagalik qilayotganingizda, yokida eringizni o'sha oila yukini bo'yniga olmayotganida, yokida hatto siz va eringiz ishlasangiz ham qarzlarni yopa olmayotgan paytingizda stressni qanday yashaysiz? Ko'proq nimalarga tortadi? Buni ham yozib keting. Endi savol berasiz. Xo'p, ustozi, nima qilaylik? Sizga osondek gapirib, o'tirib gapirish, bizni boshimizdan o'tayotgan narsani his qilmayapsiz. Aynan his qilyapman. Chunki men ham bir paytlar ijarada yashaganman. Hatto ijara pulini topib bera olmaganimda turmush o'rtog'im bilan haydalganman. Men bundoq qornim qappaygan, birinchi farzandimga homiladorlik paytimda edi. Bolam bolnitsaga tushganda hatto qo'limda 100 ming so'm pul bo'lmagan, yashaganman. Sizni hayotingizni yashaganman. Va sizga sizni xursand qiladigan zo'r gap aytaman. Har qanday inson sizni holatingizni yashab o'tadi. Siz o'ylamang, ustozimda hammasi zo'r, mashinalari bor, uylari bor, bizneslari bor, ular yashamaganlar, yashaganman. 100-chi etajga ham 1-etajdan chiqiladi. Hamma millioner sizni hayotingizni yashagan va yashaydi ham. Faqat sizdagi farq, ya'ni bizdan, sizdan o'sha ikkalamizda bitta farqimiz bor. Siz o'tirgan joyingizda yig'layapsiz, men o'tirgan joyimda turib ketganman. Va sizga ham turishni o'rgatmoqchiman. Birinchi harakat yozing, birinchi qoida. Bugundan boshlab har kuni qarzni emas, daromadingizni o'ylaysiz. Yozing. Menga qaramang, yozing, daftar, ruchka olib yozing. Chunki men sizga bu yo'lni bosib o'tgan, ayni damda investor, biznes ledi, o'zini finansiy podushkasiga ega bo'lgan, moliyaviy erkinlikka chiqqan ayol sifatida o'rgatyapman. Shunchaki psixolog, shunchaki eridan faqat pul oladigan ayol sifatida ko'rmang hozir men. O'zimni alohida investitsiya qilgan, noldan ochilgan bizneslarni yuritayotgan investor va biznes ledi sifatida sizga aytaman. Har qanday ayol erini sindirmasdan ishlay oladi. Har qanday ayol o'zining energiyasi bilan eriga ta'sir qila oladi va har qanday ayol zo'r karyera bilan oilani eplab keta oladi. O'shuning uchun men sizga buni o'rgatmoqchiman. Birinchi qoida demak, har gal qarz o'ylayotganingizda uni o'zgartirasiz, daromadni o'ylash boshlaysiz. Va ikkinchi qoida, har gal qarzni o'ylaganda quyidagi gaplarni daftarga yozasiz. Allohim, meni hayotimga mana shu qarzimni yopadigan summa, endi qarz summasi necha pul men bilmayman, 10 mingmi, 20 mingmi, 100 ming, fanga farqi yo'q. Kirib keladigan summalarga ochiqman. Mana shu summalarni kirib kelishga qarshilik qilayotgan ongimdagi barcha gumonlarimni bekor qilaman. Va bugundan boshlab hayotimda daromad kirib keladigan barcha liniyalarni ko'rishga tayyorman. Yozib oldingiz-a? Agar yozib olmagan bo'lsangiz, videoni pauza qilib yozib oling. Demak, sizga hozir ikkita vazifa berdim. Demak, birinchisi fokusingizni almashtirdik, ikkinchisi o'ylab siqilish o'rniga biz yo'llarni ko'rishni tanlov qildik. Meni esimda hayotimda aynan birinchi $1000 mana shu jumla bilan kirib kelgan. Hayotimdagi ilk millionlarim aynan mana shu jumla bilan kirib kelgan va hatto hayotimdagi ilk biznesim mana shu jumla bilan kirib kelgan. O'sha paytda aytganman, Allohim, men investor bo'lishga tayyorman. Iltimos menga bu yo'llarni ko'rsat. Men bilaman, ular menga kirib kelmayapti. Ular kirib kelgan faqat gumonlarim bilan ularni o'zim to'sib qo'yapman. Bilaman, musulmon bu mavzuda siz mendan yana ham ko'proq narsa xohlayapsiz. Qanday qilib mas'uliyatsiz erkakni mas'uliyatini berish, unga energiya berish, uni ta'sir o'zingizni rivojlantirish orqali o'zgartirish, bundan tashqari biznesni noldan ochish va ilk millionlaringizni topish, bundan tashqari erkakni sindirmasdan ishlash yo'llarini o'rganmoqchisiz. Bu videoga istasam ham ularni barchasini kirita olmayman. Hozircha xayrlashaman, lekin mendan yiroqlashmang. Xayr.